Assalomu alaykum hammaga, biz kuzatib boruvchilarga. Mana hozir terma granitlarimizda podveskalisi, ya'ni kafilkalarga yopishtiriladigan tayyor bo'ldi. Xo'p, buni xudo xolasa egasiga jo'natamiz. Bu penoplasini qalınligi 2 sm bo'ldi. Egalari 2 sm deyishdi. Xo'p, razmeri 30-60. Xo'p, ko'rinishi matve. Xo'p, molnochniroq seri. Ya'ni shunaqa bo'lib qolyapti bu. Quyoshda molnochni to'lanyapti. Soyada sal seriga o'xshab ko'rang o'xshab turibdi. Xo'p, narxlari penoplas 2 sm ga 123 ming so'm, 3 sm ga 130 ming so'm, bazatligi 180 ming so'm kvadrat. Razmerlari 30-60, 60-60 va 30-80 bo'lishi mumkin. Tayyorlab beraveramiz. Matve yoki glansli siz xohlagan rangda tayyorlab beramiz. Bu mahsulot issiqqa, sovuqqa, qor yomg'irga 100% chidamli. Rang o'zgarmaydi. Mana shuni qo'ysangiz, qanday qo'ysangiz shunday qoladi. Hop, mana bularimiz esa 3 sm penoplasda, mana podveska qo'yilmagan, chunki suxoy montaj uchun qilingan. Hop, bular bizga 3 sm bo'lganligi uchun penoplasti kvadrati 130 ming so'm. Hop, mana bunisi penoplasini qalinligi 2 sm. Mana bu kafilkalarga yopishtirish uchun qo'shimcha podveskalarni qo'yib beramiz. Bu mana o'zini vesini bemalol bundan 3 barobar 4 barobardan ko'tarib turaveradi bu mana. Qo'l bilan silkitib, bitta tomonini o'zi ham ko'tarib turibdi. Bu asl qo'shimcha shulargacha bu. Asli bu kafilkalar bilan juda yaxshi chiqadi, zo'r yopishadi devorga. Bular esa suxoy montaj uchun. Bunga mana shunday terma granitlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Cheklanmagan miqdorda tayyorlab beramiz.